Emulyatorlargacha 2 martadan erib ketgan Spark kelgan. Agar sizlarda ham xuddi shunaqa hidi chiqib, kabellarda xuddi erib ketgandaqa hid chiqadigan bo'lsa, ustiga borib faqat kabelini almashtirib, xotirjam bo'lib qolmanglar. Buni sababi bor akalar. Men sizlarga hozir ko'rsataman video davomida. Aynan kabellarning qizishiga sabab aynan shu bizan asos bo'ladi. Bu Sparkimizdan bizan asos ketganligi hisobiga kabellari qizib ketgan. Bizan asos nimaga qiziydi? Ketib qolishligining sababi pampers xuddi shunaqa pampers filtrlari bo'ladi. Bu Sparkimizda jicha perdelka ishi bor ekan, boshqacha ekan bu. Pampers to'lib ketganligidan yoki benzinni kam olib yurishligining sababidan bizan asos ham ketadi akalar. Xo'p, bezinni ham yaxshidan quyishni ham tavsiya qilamiz. Agar sizlarda ham xuddi shunaqa kabellar erib qolgan bo'lsa, yo yaqinliklar bezinni kam oladigan bo'lsa, kam olib yuradigan bo'lsa, tezda jo'natib qo'yinglar. Bezin 10 tadan past yuradigan bo'lsa, bezin asosida sovutishga ulgurmay qoladi. Aynan bezin asosida sovutadigan narsa bezin hisoblanadi. Sizlarda ham xuddi shunaqa kabellarning erib ketib, mashina yonib ketishiga sabab bo'lishini istamasanglar, videoni saqlab, shunga amal qilishlarini so'rab qo'yaman. Hammaga rahmat. Yaqinlar jo'natib qo'yasiz.